hammaga. Bugun yangi sayohat video. Bugungi davlatimizda Xudo xolisa Chexiya. Hozir Italiyaning Rim shahridan yetib keldim o'tgan. To'g'risi shunaqangi uyqum kelganda kechasi bilan uxlamadim-da, chunki soat 6 da samolyotim bordi. Aeroportga 12 ga kirdim, chunki Rimdan aeroportga keladigan eng oxirgi avtobus soat 10 da ekanda, короче. O'shanga vaqtli kelishga majbur edim. O'shanga aeroportda qolishga majbur edim, to'g'risi. Endi boshqa qiladigan ishim ham yo'q. Hozir yetib keldim. Uxladim, to'g'risi. Samolyotga chiqishim bilan uxlab oldim, to'g'risi. Keyin uyg'ongandan keyin aytib berishibdi menga o'sha yonimdagilar. Sen yomon tez uxlab ketgansan, doktor. Sen короче deydi, sen uxlab oldingmi, doktor. Biz undan keyin 40 minut uchmaydi, doktor. Nimaga desam, samolyotda qanaqa texnik nosozlik bor ekan, kelib tekshirib ketishdi, doktor. Yonma, yaxshi ham uxlamanmi, ko'rmanman ham, kuymanman ham. Короче, videoni oxirigacha ko'ringlar. Ushbu videomda shu 3-4 kun ichida Chexiyada nima qilganlarimni, Chexiya qanaqa ko'rinib chiqganligini ko'rsataman. Keyingi bekat Chexiya, Praga. Chexiyaga keldik, hozir qo'namiz. Bu havodan ko'rinishi. Mana bu ko'rib turgan narsalar bor. Biz bulut ustida uchmayapmiz, bu yerni shunaqangi tuman bosib ketgan ekan, qoyili to'g'risi bor. Men o'ylagandim osmondamiz dedim, men qarasam shu qovotgan ekanmiz. Prosta shunaqa ekan, bu tuman qattiq bosar ekan to'g'risi. Mana bizni soyamiz. Bo'ldi, yetib keldim. Xudoga shukr, eson-omon qo'nib oldik. Shofyor bratimiz uchuvchimizni bir qo'rqitdilar, qattiq qo'nib. Короче, metroga tushdim, hozir shahar markaziga ketaman. Qargam yetib keldim, hozir metrodan chiqdim. Hozir birinchi boradigan joyim, конечно, borib ovqatlanishim kerak, chunki qornim och. Bugungi planlarimdan bittasi shahar bo'yicha ozgina aylanaman. Yotoqxonaga joylashaman, ozgina dam olaman. Soqolim bo'lmasam bo'lmaydi, yoqmayapti. To'g'risi, nimasi bo'ladi? Xuni o'sadi, menda o'shanga o'stirib yurmayman. O'shanga hozir borib brit bo'laman deb soqol olib tashlash kerak. Короче, hozir ovqatlanganiga ketaman. Mana olmayman dedi, kepkalanki olganman. Короче, hozir kursa nimada pulni almashtirdim, chunki Chexiya Yevropada bo'lsa ham yevroda to'laymiz. O'zini chexskiy kroni bor-ku, o'shanda to'laymiz. Hozir almashtirib oldim. Endi ovqatlanganiga ketaman. Topib olishim kerak endi, qattiq ketayotganim bor. No, juda odamlar yaxshi ekan, bor. Peshobod oldiga sraz yo'l berar ekan. Italiyada qiyin edi bosh narsada. Bu yerda пока что yaxshi. Sayohatimiz davom etadi. Короче, mana shunaqa ko'rinishda qanaqadir plashatkaga o'xshatdi. Hamma ovqatlanib chiroyli пока что. Nima desa bo'ladi? Tozaligini ko'rsanglar bo'ladi. Ko'chalardan, yo'l bo'ychalarida musor yotmayapti, hamma toza ko'rinib turibdi. Italiyadan endi keldim, yana Italiya. Короче, bunday qilib ko'rsatib beramiz hozir. Kamera yaxshi otgan bo'lsa bo'ldi. Chiroyli joylarga qarasanglar, hamma yoq cho'tki qurilgan, toza-da, to'g'risi tozaligi mazza holat. Va bitta ikkita musorchalar bor, lekin ko'p emas-da, ya'ni oddiy holatda ko'rganib qolganimizda emas. Bozorchasi bor ekan, o'tida narsalar sekin aylanib yuribman. Короче, mana narsani ko'rgan bo'lsangiz kerak. Telefon aniq bermayapti, perjat qilib berolmayapti, lekin odam ko'rmoqda. Bu yerda bo'lsa o'sha mexdan qilingan shapkachalar. Hali ham ovqatlanmoqchi bo'lgan joyim topa olmayman, to'g'risi. Hozir aylanib ketaman. Chiroyli joylar to'g'risi. Ham tremoz ketayotgan ekan. O'shaning orqasida bozor edi, hozirgi videoga olgan bozorim. Hozir menimcha men bo'lsa kerak men qidirayotgan joy. Короче, stolovoyga keldim. O'zim xohlagan ovqat topib turib, tirs urish kerak. Menimcha hozir pyure bilan tovuq go'sht yeyman. Hozir короче ovqatlangani kirdim. Bitta gulash pasta, bitta salat, bitta shirinlik oldim. Общий nech pul bo'ldi bo'lasizlar? Umumiy hisobda 12 euro. 12 euroga juda ham yaxshi dedi. Ovqatlanib chiqishga umid qildim. Qorin to'ydi ketdi ham dedi. Sher yog'ini o'zingizlar davom ettirasizlar. Orada shu chexlarni o'zini shirinligi bor, bilsanglar kerak, unaqa ko'rinishda bo'ladi. Shunaqani oldim. 100 chexskiy kron turar ekan, 3 euromi, 4 euro ekan, короче. Ko'ramiz qanaqa qanday ekan. Hamma yeb qo'ydim, o'sha videoga olishdan chiqdi. Shirin, xamir, juda ham ko'p shakar. Shirinlik sotishi biri. Mana gnomlarning formasini sotishar ekan, qarashingiz.
Menimcha oppoq oy bilan 7 kun mana qilishgan, motiv qilib qurishgan. Glavniy ulitsasiga kelib qoldik. Markaziy ko'chalardan bittasi. Anti ko'rsatib, parlament binosiga o'xshar ekan, borib ko'ramizmi ekan? Hozir soqol olgani, britib olgani kirdim. Qidiryapman, cho'ta topolmayman, bor. Menimcha mana shu atrofda bo'lsa kerak, cho'ta erkalaman ekan. Bu orada Primark degan magazinga kirib futbolka oldim o'zimga, chunki Germaniyadan o'zimga ikkita futbolka olgandim, ular cho'ta kamlik qildi menga. Ularni hozir bir-birlab yuvib olishim kerak, qo'lda bo'lsa ham. O'shanga u paytda kiygan futbolka bo'lish kerak. O'shanga hozir kirib qora futbolka oldim. 2,70 €ga. 2,70 €. Sayohatim davom etyapti. Hozir tramvay ostanovkasiga ketyapman, chunki bitta tramvay yo'nalishi bor ekan. O'tirsangiz, bitta o'tirganingizda shahar ancha-muncha joyda aylanib o'tar ekan. O'shanda ozgina katatsiya qilaman. Takoy ketyapmiz tramvayda katatsiya. Hozir bitta qiziq voqea ro'y berdi-da, короче. Gostinitsaga soat 3 da joylashishim kerak edi. Soat 12:30 bo'lganiga biramallab tramvayda katatsiya qilaman dedim shahar bo'ylab. Tramvayda ketayotgandim, endi shunaqa yuzim kelyapti, zo'rg'a o'tiribman. Bir telefon qilishdi, shu gostinitsaga, tipo voqeroq kelib joylashsam bo'ladimi ekan deb. Telefon qilsam, ism familiyani aytdi, shu Mansur Xo'ja Abdurahmonov qilsam, короче, aytayapti. Bo'ldi, hozir kelsang bo'ladi deyapti. Yo'q aytsam, ha, yonmayotdim. Hozir endi tramvaydan shu orqaga qaytishim kerak. Bilganimda boru tramvayga chiqmasdan sirraz ketgan bo'lardim. Mehmonxona saroyi yo'l. Bo'lin. Shahar bo'ylab katatsiyani eng ajoyib turlaridan bittasi. Cho'tki ketyapti. Shahar markaziga yaqinlashib kelib qoldik. Bu gostinitsaga joylashib oldim. Gostinitsadan tashqi bo'lmashmalar kerak. Normalniy. Mana hozir uyga kelib turib, shu narsalarni tashab, joylashib, cho'milib, uxlab, короче, soqolim ham ozgina oldim. Bunaqa yana tuxum archgandek qilib chiqmadim. Hozir endi o'zbekskiy restoranga ketyapman, короче. Borib turib hozir oshmi nimadir yeyman, cho'ta o'zbekcha ovqat yeyim kelyapti. Ancha bo'ldi yemaganimga. Uyda qilsam ham sho'rva qilaman, sho'rva o'zbekcha ovqat emas baribir. Tungi shahar bo'yicha aylanish boshlandi dedi. Shahar uyg'ongan. Короче, bunday qilamiz. Ahamiyat beraman. Zdaniyaga ikkita kapal ilib qo'yishgan ekan. Короче, mamutlarda ham unaqangi qichiq zdaniyalar bor ekan. Tramvaylar. Çok. Tepe покажу. Hozir zakazimiz ham keldi. Porsiyalarni ko'rsanglar bo'ladi, razmerini. Yeb ko'rib baho beramiz. Takoy o'yinchoqlar magaziniga kirdik. O'sha hozir orada o'sha o'zbek restoraniga kirib chiqdim. To'g'risi, ozgina nima desa bo'ladi. Men kutgan narsalar bo'lmadi desa bo'ladi, chunki kelganda birinchidan narxlari Germaniya narxidan qimmat. Masalan, oshni ham 15 € qilib qo'yishdi. 15 € ga berayotgan oshni 200 gram osh beryapti. 200 gramga 15 € pul to'laymanmi bular? Yana qiziq narsasi, bu yerda любой ko'chaga kirsangiz, bitta kanabis magazin bor ekan. Bir o'yin markazi bor ekan. Hozir kirib ko'ramiz ichida. Kirishimizga Iron Man'ning xalq varianti. Menimcha kinoteatrga o'xshayapti, bor ko'rinishi. Narsalarni ko'rsangiz. O, jiday. Cho'tki bormi? Ha, железничалик o'zi. Qavs. Bunaqa go'rkasi bor ekan, tepadan so'ladigan. Men buni ko'pchilik bilsa kerak, agar ko'rgan bo'lsanglar, Warcraft kinosida chiqqan adashmasam. Warcraft oxiridan Kaldun shunaqa toshga anaqa qiladi, tipa zashta qilgan mana deb. Imam bitta Yura davridagi dinozavr. Oynani biri. Oynada bittasida uzun ozg'in, men yoniga o'taman. Pakanasimiz bor. Bilan bir xillarda tushunmay qolman, razницasi qattiq ekan deb. Kimda qarasa sal bo'yimga pastroq qolibdi, bor. Daraxtni biri. Hozir короче, yana o'sha aytgan programmam bor edi, tugu degan. O'shandan narsa zakaz qildim, hozir olgani ketyapman. Короче, video ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunday peshobotdan yurib ketish kerak. Mana bunday qilib turib chiroyli joy ekanligi to'g'risi bor. O'zim kutmagandim, Yangi yilga kelmoqchiman deb o'tgan, o'zi Yangi yil nishonlagani. Короче, o'shanga Yangi yil nishonlagani kelmoqchi edim, chunki narxlar yaxshi deb eshitdim, eshitishim bo'yicha. Lekin o'zbekcha restoran baribir. Xabar qildi odamlarga. Yo'lda ana Yevropadagi eng mashhur shopping sentrlardan bittasi Palladium, короче, mall bor. O'zbekistondagi o'shanga o'xshagan imon atrofi, короче.
Sovuq havo lekin, bor sovuq. Hozir kirib ko'ramiz, nima bizga taqdim qilar ekan. Ogo, kirishimiz bilan sразу anaqangi yangi yilga fotosessiya joylari bor ekan, takoy. Alo qilamizmi? Ichkarisi juda ham chiroyli ekan, to'g'risi bor. Yangi yil o'sha atmosferasi. Mana bu oddiylarni qilani qaraysiz bo'ladi, uch qo'shib turadiganlarni. Chetga qilib bezatib qo'yishibdi bor. Bu yog'i o'sha polni yangi yil qilib qo'yishibdi, to'g'risi bor. Mana borib o'sha tuguni oldim. Normalniy porsiyasi ko'pga o'xshayapti. Uyga borgan raspakowka qilib beraman. Hozir короче Chexiyadagi eng mashhur mostlardan bittasiga keldim. O'shani yonimizda hozir ancha odam o'tiribdi. O'shda o'tirib ozgina manzaradan bahramand bo'lib o'rdalar bemalol suzib yurishibdi. Hech kim ovlayotgani ham yo'q bularni. Bizda bo'lganda 100% o'sha ovlab yuborishgan bo'lardi menimcha. Chunki o'zimiz ham o'rdak ovlaganimiz esimda. Haykallarning jinnisi bor. Yonmayot. Yalloh. Nima balo. Hozir multfilmlardagi pechenye sotiladigan magazinga kirdim. Pechenyelarni ko'rsatib bo'ladi. Chutki bor, hidi hamchi prям buni ham boshqacha hid kelib turibdi, как будто pekarniyda o'tirganga o'xshab. Mana qarang, chiroyliga. Короче, bu Pragadagi eng kichkina ko'cha. Чтобы bu ko'chada bitta odam o'ta olishi mumkinligi bo'lgan sabab svetofor qo'yilgan. Qizil bo'lsa o'tishingiz mumkin emas. Faqat yashil bo'lganda yurib o'tishingiz mumkin. Hozir qarang, mendan keyin odam ko'tariladi. Hozir mana shu tor ko'chadan yurib o'taman. Svetofor qizil bo'lsa ham farqi yo'q o'taman desam, yo yashil yongan ekan menga. Ayasli. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'cha mana shunaqa torgina bir kishilik svetofor bor. Ko'prikka ketishga hozir yo'llaman, no, cho'ta topolmayman, bor. Hozir qarang, chiroyli. Takoy. Vana qo'yib shunga yetib keldim. Chexiyani bitta narsasiga qarab berganim, qish paytida juda ham tumanli ekan, bor. Osmon ko'rinmaydi. Bunda boshqa joydan qaraydigan bo'lsanglar, yo'llar betlari ham tuman bo'lib turibdi. Zo'rg'a ko'rsa bo'ladi. Nemoni hammamiz ko'rgan bo'lsa kerak, o'shandagi qushlar bor-ku, eslasanglarni. Kemaga kelib qo'ygan, hammasi qarab turib, mo'yn deydi. O'shalar mana shu emas, qarashim. Bitta dafiga ekan lekin bor. Ho, qarasanglar, o'shda ham turishdi. Shahar qaranglar, tuman bor, tuman. Budda kimdir o'tirib raza kalanchak otganga o'xshar ekan, bor. Ancha-muncha yig'ilib qo'yishdi, bor. Ham qatorga o'tirib olishgan, imam bitta ham qatorga o'tirib olishgan. Havo shunchalik sovuqki, prosta fulasam tuman o'tib ketdi. Hozir turgan postimizda sovuq shunaqangi ekanki, как будто boshqacha ko'rinarki. Masalan, hozir qarab turaylik, og'zini tutun chiqadi-chi, anaqa pulagan masalan. Ko'rinmaydi. Endi mana imенно suv boshlangan joyda, ko'prik tugagan joydagi tutun chiqishini qarang. Bu yo'lga chiroq tushib turgani uchun emas, imенно mana shu ko'prik turgan joyda temperatura imенно suv turgan joyga qaraganda ancha iliqroq ekan, o'shanga bu yerda boshqacha tuyulyapti. Masalan, puflagan paytimizda. Tubo ekan deb o'ylamanglar, просто men real mana shu narsani ko'rib, hayron qolib video qo'yman. Mana bunday bu yerda suv chiqib ketadigan joylar ham bor ekan. Mana bu qichiq joylar ekan, lekin bor o'tirib dam olgani. Albatta pastda lotkada katatsiya qilsa bo'lar ekan, lekin yopiq hozir. Mostni boshlanishi yoki oxiri desa bo'ladigan mana bunaqangi короче katta zdание. Buni nima derdi? Eshik dermidi? Shunaqa deyishardi adashmasam, darvoza. Tipa shunaqa vazifasi. Most tugagandan keyin ko'radigan birinchi narsangiz mana shunaqa zdaniylar короче. To'g'risi men bu narsani ko'rganimda, mana bitta most turibdi, mana bitta bunaqa darvoza. Hayolimga birinchi kelgan narsa, как будто bu darvoza bo'lgan, bu shahar bo'lsa, bu o'rtada turib mana soqchilarcha qo'riqlashadi, tepadan turib, kim keldi bu yerda anaqa debchi, pastdan agar dushman keladigan bo'lsa, o'q otib ko'prikdan kelayotganlarga. Xuddi o'sha narsaga o'xshatib yubordim, bor. Shu bilan meni birinchi kungi sayohatim o'z yakuniga yetyapti. Hozir magazinga borib turib, ichkari nimadir oladigan bo'lsam, shu bilan sekin uyga boraman, damni beraman, ertaga turib sekin qilishim kerak desa bo'ladi. Ertaga zaparkka boraman, shularni videoga olaman xudo xolasa. Hozir uyga borib turib, Italiyada bo'lgan videoyimni o'sha YouTube'ga qo'yishim kerak. Bitta yonma-yon kannabis shop. Mana buni bilsanglar kerak nimaligini. Bizda bekitib sotiladi O'zbekistonda, menimcha
kum ketishardi, nima deylardi, o'shanaqa esimdan chiqib qoldi. Bu yerda primoy magazin kelasiz, zerikanda tirsob bittan urasiz. Produktoviy magazinga kirdim. Hozir kola narsalarni qarayapman, narx-navolarni bir solishtirib. Пока что нормальный narxlar Germaniya bilan bir xil. Uch magazinga kirib chiqdim. Hech olmoqchi bo'lgandim. Shunda ham 33 euro tashab chiqdim. So'mga chaqsa bir 500 mingga olib qolsa kerak. Hech olmadim, lekin 33 euro bo'ldi. Nima deysizlar? Qanaqadir kalla bor ekan magazindan chiqishimizga. Shu har soatda bir marta aylanar ekan, qarochi, quruq qilar ekan. Cho'ta aylanmayapti bor. Rovni soat 10 ga chiqib beraman o'zi ham. Hozir haykalli bor. Turdim, cho'ta aylanmayapti. Bitta bratimiz bir 15 minutdan beri tinmasdan video ko'rayotgan ekanlar. Tipi aylanib qolib hozir. Keyin sekin internetga kirdimda qarasam, ertalabki 8 dan kechib 7 gacha aylanar ekan. Soat 10 bo'lgani o'zi aylanmaydi. Bratga aytdim keldi, aka kutmang dashi, baribir aylanmaydi deb. Nima dedim, kutaversin-chi dedim, nimadir bo'lib qolar, bo'sh. Ertalab 8 gacha kutib qo'yar, shunaqa qilib dedim. Короче, распаковка. Nima oldim? Barni ayiqchalari bor, bilsanglar. Медовый. Shampun arzonrog'ini oldim, 3 kunga yetdi bo'lmagan. Короче, 3 xil shokolad. Donasi 4,5 eurodan turadi, короче. Sirniy palochki. Короче, пряникки boshqachasi qarag'adi. Choy ichgan. Popcorn, короче, sirniy. Ikkita yogurt завтракка. O'sha bo'yiga anaqa dona. Пряникки. Bitta suv. Bitta Pepsi Light. И undan tashqari yana o'sha bo'yigadan pryaniklardan davomi. Bitta chips oldim. Ikki yatta pryanik. Короче. Mana shu hammasi 33 euro bo'ldi. Nima deysizlar? 33 euroga kammi, ko'pmi? Assalomu alaykum hammaga. Sayohatni 2 kun davom etadi. Hozir uyda yaxshilab uxlab, cho'milib, kiyimlarimni almashtirib, chiqib toza bo'lib chiqdim. Qo'limga marojniy olganman. Kecha magazinga kirgandim, marojniy bor ekan. Ta'mi vashcha mazza qo'rasizlar bor. Ana лесные ягоды bor, вкус, tipa har xil malina, smarod, o'sha narsalar vkус. Vashcha mazza ekan. Bora kesinglar yeyishni maslahat beraman, to'g'risi. Haykali jinnisi. Nima ekanini yaxshi qarasam, har xil harflardan yig'ilgan ekan. Hozir Astarovga keldim. Tramvay kutolmagan. Ular nima qilib sizlarga yetmagan bo'lsam kerak, hali bugun hozir zaparkka boraman. Shu Chexiyada zaparki bor ekan. Tipa Yevropadagi eng qichig'i deyishdi. Dunyo bo'yicha 4-o'rinda turar ekan. Borib ko'ramiz, qanaqa hayvonlari bor ekan, hayvonlarga sharoitlar qanaqa, hammasini ko'rib videoda ko'rsatib beraman. Tramvayda ketolman sekin. Mazza ekan, studentga o'xshagan holatini qaranglar, biznikini ko'ringlar keyin solishtirgani. Bunda student bo'lishi plyus taraflari. Любой joyda studentlar uchun skidka. Hozir transportga kirdim, короче, oddiy transport narxi 30 kron bo'ladigan bo'lsa, bular narxi bo'ladigan bo'lsa, student bo'ladigan bo'lsangiz 50% skidka ekan, короче, avtomatik 15 ga tushar ekan. Ko'rasizmi? Bizda ham bormi shunaqa narsa? Yo'qdagi yulduzlar ploshajiga o'xshab, bu yoqda ham bor ekan. Bu yoqda buni yo'q, g'alati qo'llar. Xuddi ayiqga, menimcha zapark qanaqasi, u maymunniki o'zi kerak. O'rdelarniki bir bola tushundim dedim. Короче, zaparkka kirish narxi oddiy regularniy narx 15 euro, studentlarga 8, короче. 7 euro ekonom. Har bitta ekonom qilingan pul ishlab topilgan pulga teng deylar. Tyulenlar turadigan joyga keldim, adashmasam. Chunki Krorishga unaqa haykal qilib qo'ygan ekan, tyulen rasmi bilan. Hozir ko'ramiz. Ne qaraylikchi. Cho'ta hech kim ko'rinmayapti. Adashmasam bu joyda tyulenlar shousi bo'ladi, chunki korselar bo'ladi, ana o'tirgan odamlarga joy qilib qo'yilgan. Suvlar ham tiniq bor, cho'tki. Bitta ham tyulen ko'rinmayapti. Yoqtiraman demoqchi hayvonlarni bor. Buni aka salom berib yuboring, qo'lni ko'tarib. Ashya zo'r deb bor. Ha, bu oynada turgan esan, menman deydi. Bitta quyonchani biri karantash qo'yibdi anu. Kitayskiy kapusta deyiladi-yu. Bitta quyonimiz. Короче, men bu hozirgi tyulenlar haqida bitta narsa o'qib qoldim. Bularda shunaqa narsa, shunaqa qobiliyati bor ekanki, bo'ladi. Agar 2 qat bo'lib qoladigan bo'lsa, agar tashqi sharoit yomon bo'ladigan bo'lsa, o'zini 2 qatligini
ma'lum bir darajaga to'xtatib qo'yar ekan. Masalan, 2 qavat bo'ldi, to'xtatib qo'yar ekanda, bir 3-4 oy o'tgandan keyin o'sha sharoit yaxshilangan bo'lsa, o'sha paytda o'zini o'sha homlasini davom ettirsa bo'lar ekan, короче. Pauza qilib qo'yib, как будто дальше videolarni qilayotgan pauza, dальше играть bo'ladi, o'shanaqa qilsa bo'lar ekan, короче. Buni unaqa narsani ko'raman deb o'ylamagandim. Men bitta hayvonlar to'likka kirganda u qanaqa chiqishi jinni bo'lib qoldim, bor. Yonma-yo. Представить qilinglar, shunaqa ishchilari bor, tipi hayvonlarning orqasidan yurib, to'yga kirgandan keyin yig'ib yurib, muzika qo'yish. Voy dod. Pingvinlarga keldik. Upa. Aytadigan bo'lsam, odam ozgina rahmsiz keladi, chunki bir tug'ilib o'sgan joyi bitta katta bo'ladigan bo'lsa, chiqqan joyi ham yo suv bo'lsa, mana bu yurishda voy, o'yna anaqasidan ko'rinmayapti. Mana короче. Har doim joy bor ekan bularga. Antan qochish rejasini tuzatdi 100% bor. Ham burchadagisi bitta oila ekan shekilli. Voy, kichkina pingvinchasi ham bor ekan. Ayo'g'a bu xotin ekan. Kichkina ko'rar ekan zolar. 290 million yil oldinga akulani ko'rinishi. Akula ekan, shunaqa yozib qo'yishibdi, короче. Mana bu realni saqlab qolingan anaqasi, skeleti. Qushning nomini biri. Sup kapuchin. Yana o'tirishibdi. Короче, quyosh tushyapti, o'shanga videoda xira bo'lib qotganimiz kerak, короче. Mana bu qushni bilsanglar kerak, Amerikaning ramzi hisoblanadigan oq kallali burgutmi? O'sha, короче. Flamingo uxlashyapti, uxlashini qaranglar, kallasini g'alati qilib uxlashar ekan, bor-ku. Mana qarang, ustiga chiqarib olgan hammasi, lekin g'alati bor-ku. Как будто o'ynashayotganga o'xshaydi, kallasini chiqargan, o't bo'lsin deydi-yu. Ham kiklarni ko'rayotgan bo'lsanglar kerak, hammasi tashqari turibdi, qafasga solib qo'yilgan. Nimaga? Tashqariga qo'yib yuborsa bo'ladi, mana shuncha joy ochiq turibdi, bo'sh turibdi. Aylansin, buni ham odam rahim kelib ketadi. Bularni ko'rib, bechoralar hammasi betonga qo'yib qo'ygan, bechora sovqotib ketgandir, bor-ku. Men maymunchalarni hammamizni Karib dengizi qaroqchilari filmidan bilsak kerak. Ani kapitanning maymuni bo'ladi-yu. O'sha короче mashinadan maymunlarni. Quyonlar, iyonda tovuq, o'rdak, короче xo'roz hammasi tezki parchatga ekan, hatto poyezd o'tgan, bolalar bilan poyezdda o'tirib, bu antigida adashmasam aylansa bo'lar ekan. Bu qushlarni hammanglar bilsanglar kerak, multfilmlardan tomog'iga butunlay baliq yutadiganlardan emas shular. Katta qushlar ekan, bor, ancha katta ekan. Hayotimdagi eng katta qo'rquvlarimdan bittasi. Yomon qo'rqaman deng. Mana shuni qarang, o'ynayman mana. Toshmagan turishni qaranglar, aktyorga o'xshab turib. Bitta uzoqimizdan biratimiz charchab turgan shekilli ko'zini ochib yotibdilar. Mana toshbaqalar ham yirtqich toshbaqalar ekan, короче. Ishlashar ekan yaxshilab. Eng maza qotgani mana bularga bor. To'soq ustiga chiqib kayf qilib turibdi. Issiq davlatlardan keltirilgan qushlar uchun spetsial joy qilingan ekan. Fontanlari bilan 80% gacha namlik bo'ladi-yu. Buni nafas qanchalarni qaranglar shuni. Men uchaman deydi, qaraydi. Mana eshaklar deydi-yu. Baquvvat eshak ekan, biz O'zbekistonga o'xshab turadi. Kulrang eshak emas. Sizlarga qisqa update. Bu otli ekan, короче. Eshak deb o'ylanganim ot ekan. Men qo'rqadigan eng katta narsa bu albatta ilondan juda ham qo'rqaman. Hayotimda birinchi marta tuyalarni ko'raman, to'g'risi bor. Katta ekan. Hansi yotibdi, bunisi o'girilib olgan. Tupurib qolmasa bo'ldi. Melinki qaraymi. Men aytyapsanlarmi deb dumini o'ynatishib boshladi. Короче, zooparkdan vid. Ichkaridan xot-dog oldim, xot-dog ko'rinishini ko'rsatadi. Tovuq go'shti. Ko'ramiz. Tak vidga vashcha mazza qo'yadi odam bor. Qarasanglar. Vachach. Hamazani film ko'rgan bo'lsa kerak, Shimoliy Express degan. O'shandagi kiyiklar, короче, anta boshqari. Yanta главный yotibdi. Bolachasini qaranglar. Anta главный, короче, alfa deydi. Bolasi anta shaykalari. Mahallamizda bo'rlarni yig'ib keldi. Bo'rlar, deydi, bo'rlar. Tut. Cho'ta nimadir qilmoqchi bor.
cho'ta nimadir qilmoqchi. Короче, chiya bo'ri. Sezasizmi? Короче, fillarni ko'rsanglar bo'ladi, ana oilasi ham bitta. Men misol g'alatiroq ekan, bor pastdan kallasini qabullatib turibdi. Nimaga tushunmayman bor. Erkagini ayolidan ajratib qo'yishgan ekan. Ana ukkilar uyquni berishyapti mana. Yo, mana bitta maymunlarni qarasanglar bo'ladi. Kichkinani o'tirsin qarang, kayf qilib mevasini yeyapti. Ha. Ashsha bor. Xidini lekin terga chiqib olgan desalarga bor xidini. Mana jirafalarni ham oldiga keldik va nihoyat. Rangi boshqacha ekan, bor qarasanglar to'qroq ekan. Bu yoqda mana onlayn darsim ketyapti, короче. Akamiz tillari yomon uzun ekan, bor hozir. Hoppa, o'xshadi. Ko'rdingmi kam dotdi. Zebralar ham g'alati ekan, bor rangiga qaraydi, ya'ni o'rtasi oq, yog'i qov, ana oq qora. Umrimda birinchi marta oq ayiqlarni ko'ryapman. Bechoralarga yomon issiq bo'lsa kerak, chunki jigaring bo'lib ketishdi oq ayiqdan. Pastiga bunaqa suv qo'yishgan ekan, cho'milsin deb. Hozir abed. Dur agar maymunlar saltanatining kinosini ko'rgan bo'lsa, o'shanda Sezar yordamchisi bo'ladi. O'sha maymun shunga o'xshar ekan. Yoki mana shu maymunni o'sha yordamchisi ko'rsatishgan esasizlar. Hamda yer turibdi, hech qanaqa joyimiz yo'q o'rtada. Mana shu bemalol ana qushlar yurishibdi. Mazani. Прям jonli tabiatdan olib turibman. O'ramizda hech bola yo'q. Tut qushlar, короче. Yoqtirmayapti to'ta kirganimizga. Nihoyat kengurular. Adashmasam, mana bunisi ona bo'lsa kerak, chunki xaltasida bolasi borga o'xshayapti. Biratimizda hozir mo'yga ketyapti, o'zini tozalayapti. Bu yoqda boshqalarni ko'rsa, quyosh yomonlashib qotdi, qiynayapti kameraga. Chiqib ham bitta qolganlari ham. Klap. Uxlashini qaranglar, buni o'likka o'xshar ekan bor. Yotishibdi dam olib. Cho'milsalaring bo'lmaydi maza qilib. Mana qaranglar buni. Yomon qo'rqaman shunaqa bor, yomon ishlaydi ular. Umrimdagi eng katta toshbaqalar bor. Umrimda bunaqa katta toshbaqa ko'rmaganman. Mana bu qaranglar, vashshi bor. Yomkantasi bor ekan. Lekin eng kattasi mana bu ekan. Biz ko'rgan toshbaqalarimizni mini versiyalari. Hamma yoqda tarakan bor, hamma yoqda. Yeyishini qarang, yeyishini. Parkka kelsanglar, oilaviy rasmga qilmoqchi bo'lsanglar, apparatlari ham bor ekan. Narxi agar prosta digitalniy fotolar bor-ku, emailingizga rasm PDF tashib beradi. O'shanaqa 100 kron ekan, 100 kroningiz bu 4 euro. Agar chiqartirib olmoqchi bo'lsangiz, 150 euro, 150 kron bo'lar ekan, bu 6 euro. Bunda gorillalar. Gorillalarga hayron qoladigan narsam, yog'ochlar bo'ladi-yu, nam yog'och ustidagi terisini yeyish yoqtirishar ekan. Bironta xotin o'tirib, ikkalasi ushib qolgan shekilli menimcha. Bular ko'ryapsizlarmi? Buni yaqinlashib turib, qo'linglarni noqsanglar, suv ekan bor, oyna bilan yoqib qo'ymatsam, любой время атака qilib qolishi mumkin-da. Mana o'shanga ehtiyot bo'lish kerak ekan. Cho'ta opasniga o'xshayapti bor. Anakondani qaranglar. Yomon ham qo'rqaman shu narsalardan bor. Kattaligini qaranglar buni, kattaligini. Как будто-chi qornini qarasanglar, hammasini hozir nimadir yeb turib, o'sha qorni ishib qolgan, o'shani hazm qotgan. Ana ekan kallasi. Ko'ryaptimi buni kallasi? Bechara yo'lbars. Ichkariga solib qo'yishdi bechorani bor. Bu yoqda ikkinchisi. Когда ближе подойдем. Yaqin kelsam aniq qilmayapti, lekin bor, otilib qolsa kerak bo'lganini qarashini qaranglar. Ammo hayvonning nomi baliqchi mushuk ekan, короче. Yuz ko'rinishi hozir mushuk bilan nimadirlarni chashishgani. Bitta narsa tushunmay qolganim, hozir bitta zdaniyasiga kirsa, o'shda opa haydab chiqaryaptilar-da, close deyapti. Keyin navigatorga qarab, rostdan yopiqmikan, bundoq qarasam, zapak to'rgacha pishir ekan. To'r bo'ldi o'zi, bor. Biz hali ham yurmagan ashaqa. Ayb dedim. Hamma joyga sud qilamanmi desam, sud qilaman to'g'risi. Bu zapak shunchalik katta ekanki, bez остановка yursangiz 4 soat 5 soatda anaqa aylanishsiz bo'ladi. Men o'tirib dam olib bunaqa joylarni ko'rmagan joylarni qilib turib o'shanga sal qolib ketdim. Endi hozir Sherligacha yetib bormadim shu bilan. Orada uyga ketishga niyat qildim. O'shanga magazindan kirib nimadir olmoqman, что biz choy ichishga ertalabki narsa bo'lishi uchun. Bu orada men uyga kelib turib, ozgina dam olib telefonimni zaryadga qilib, hozir ko'chaga chiqdim. Yana marojniy. Sovuq bo'lsa hamchi shunaqa ketyapti bor, shunaqa shirin to'g'risi. Maslahat bergan bo'lardim kelsanglar. Hali bir korobkasini rasmga olib anaqa videoga qo'shib boraman hali. Mana shu aylanayotgan kallani ko'rish uchun
Shuncha odam kelib to'plangan. Shuncha odam просто mana shu aylanishni ko'rgani kelgan. Короче, aylanyapti, bilmagan nima hisobini. Shuncha odam kutayotganiga, shuncha odam tomosha qilayotganiga mana shu narsa arziydimi? Planlarim qanaqa? Hozir tugut-tugut narsadan zakaz qilganman, boraman, o'sha narsasini olaman. Undan keyin magazin kirib turib, bu nomni bilib olaman-da. O'rdaklarga nom bergani boraman, короче. Kecha videosini qo'yaman, kechagi joydan ham. O'shani hozir bugun ham qilaman. Undan keyin uyga borishim kerak, chunki bugun Portugaliya Irlandiyaga qarshi o'ynaydi, o'yin o'tkazib olish kerak men uchun. Tungi shahar. Chotki bor. Bunday peshobodda hamma yo'l berar ekan, borib shtraf yozmasa ham. Sevada aptekadan ko'ra kannabis shopi ko'p ekan, borib. Men lol qoldirdi. Moldan chiqdim. Sekin bunday aylanamiz. Molga kecha ko'rsatdim mana bu, короче, pechenye uyga o'xshaydi. Men bitta biratimiz gitara chalib, o'ynab nima desa bo'ladi, qizlarni o'rayaptilar, короче. Non tashab, maza qilib, damni beradi-yu bu. Ko'ryaptimi yo? Nonni bo'lib tashab, yermay qilib o'tiraman. Mazada. O'shanga katta bo'lsam, uyimda o'zimni ferma bo'lishni xohlayman-da. Hozir o'rdaklarga narsa berib o'tirdim, ikkita oq qush ham suzib keldi. Vashsha mazza-yu bu. Hozir короче, borib o'sha o'rdaklarni boqib, oq qush ham kelib qoldi to'satdan. Uni ham yedirib, yomon ketkim kelmadi, lekin uyga borishim kerak, futbol boshlanadi. Ikkinchidan bulchka ham qolmagandi. Ertagina kelmoqchiman, xuddi shu paytga. Prosta ko'proq narsa bilan nima edi? 4 ta bulchka, bitta yarimta buxonka olgandim-da, bergani bilan yetmadi to'g'risi. Sayohatim 3-kuni boshlanyapti. Hozir soat 12. Sal kechroq chiqishga majbur edim, chunki nima desa bo'ladi, universitetimda fan bor, o'shanda test yozishim kerak edi. Hozir o'tirib o'shani testini yozib turib, chiqib endi aylangani otlayapman. Hozir sizlarga ham bitta noodatiy narsa ko'rsataman. Bitta ko'rishinglar mumkin. 3 ta chaqaloq haykali. Bu chaqaloq haykali nimaning ramzi? Bu Chexiyada 21-asr ramzi hisoblanadi. Ya'ni 21-asr, mana masalan yuziga qaraydigan bo'lsangiz, shtrix kod qo'yilgan. Bu shtrix kod nimaning ramzi? Bu degani, bularda shunaqa fikr bor ekanki, 21-asrda o'sha odamlar bolalarni sotib olsa bo'ladi, qilish shart emas o'zi degan ma'noda. Что hamma narsa rivojlanib ketyapti. Biz kelajakda masalan как типа embrionlarni o'zlarimiz aralashtirib turib, xotiningiz 2 xat bo'lmasa ham maxsus kapsulalarda bola yetkazib olish mumkin. O'shani tipa simbol qilgan sifatda mana shunaqa haykallar qurishgan ekan. Verzeihung, Datenschutz. Joyi biri. Antik kichkina kema sayohat qilyapti, lekin manzara chotki bor. Bunday qilib ko'rsatib qo'ydim. Mana kecha aylangan mostni adashmasam. Hozir ovqatlangani ketyapman. Mana bunaqa vidni jinnisi. Romantik joy ekan. Hozir ovqatlangani keldim. Именно Chexiyaning o'zi traditsionniy oshxonasi ekan. Короче, qanaqadir звездный Michelin o'rnatilgan narsasi bor ekan. O'sha narsani olgan ekan 2018-yilda. Ovqat porsiyasini ko'rsanglar bo'ladi. To'g'ri zakaz qilayotganda kattaroq porsiya qilgandim, lekin mana bu kartoshkasini xohlagancha zakaz qilsanglar bo'lar ekan, tekin. Yo'q, go'shtini bermas ekan lekin, afsuski. Moshinchalar jinnisi. Короче, kirib ovqatlanib chiqdim. Shu turgan joyimda navigatordan qidiryapman endi qayerga borishni. To'g'risi ovqat normalniy. Go'sht to'g'risi bulbulga o'tirib berdi, narxi ham mayli 11 euro. Lekin to'g'risi narxlarni masalan Germaniya narxlari bilan solishtiradigan bo'lsangiz, Germaniyada bu narsaga ancha yaxshiroq ovqat olsangiz bo'ladi. Chunki bilmayman, bizda qanaqadir odamlar yaxshi ham pul topadi, narxlar ham qanaqadir insoniy narxlarda. Men buni bilmayman, как будто kelgan turistlardan soqqani shilib olish uchun xohlagan narxni qo'yib tashlaganman. Shu tutuni bo'lgandan keyin menda yana 1 euro chivi berdim-da, 1 euro ham o'zbekcha so'mgachasi 15 ming so'mmi? 1 euro chivi bersam, rahmat ham etmayapti. Yedim, tanlagandim, pul berish kerak emas ekan-da. Student bo'lsa, student любой centni anaqa qiladi deydi, ekonom qiladi. Shunga bilmadim endi. Mayli, davom ettiramiz endi. Magazin kirib, non oldim, yana o'rdaklarni va oq qushni boqqani boraman. Burada video ko'rgan joyim bor, Praganing eng tor ko'chasi. O'shanga odamlarni o'chirib turishni qaranglar. Hey!
Покушать çalıyor. Hayvonlarni boqib, endi sekin dash aylanishni boshlayapman. Hozir praktiki grad degan joyga boraman. Как типа qasrga o'xshagan narsa bo'lishi kerak. Ko'ramizmi ekan? Avtobusning qishig'i. Shu qasr tarafga ko'tarilib ketamiz. Yer tepaga ko'tarilgan ekan. Yomon charchatdi. Nihoyat tepaga ko'tarildim. Ko'rsanglar bo'ladi. Video. Ay, terni tordi bor. Trubka qilgandek bo'ldim to'g'risi. Короче, cho'tki joylar. Bunda ko'rsanglar bo'ladi. Antanada narsasi bor ekan. Pastdan ko'tarilib keldim, pishdim bor. Yomon charchatdi. Tepadan ko'rinish. Uylarga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, hammasini tomon bir xil. Короче, tepalikda turibman. Altta qasr. Короче, o'sha tepaga ko'tarildim. Men bunisini ko'rsanglar bo'ladi. Ani hammamiz Germaniyadagi Kölndagi Kölner domi bir bo'ladigan joy bor-ku. O'shda praksiy varianti, короче, chexskiy varianti. Mana bitta qanaqadir joy bor ekan. Ana soldatlarni ko'rsanglar bo'ladi. Mana bitta fontanchik bor ekan. Nima desa bo'ladi? Tepaga chiqqanga того стоит deydi. Chiqqanimga yarashar ekan. Sizlarga video birini ko'rsataman. So. 1, hier kommt die Sonne. 2, hier kommt die Sonne. Sie ist der hellste Stern von allen. Короче, Rammstein bog'iga deydi. Oldingi videoni ko'rganmisizlar? Vid chiroyli to'g'risi. Men o'ylaganim, bu qasr sal balandroq bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Как o'zimizning Kölndagidaqa, lekin sal pastroq ekan. Но несмотря на это, deydi, chiroyli ekan. Boyagi qasrlarnisiga keldik. Qattadir soldatlar almashish kerak ekan, cho'ta soldatlar ko'rinmayapti. Bor ani kinolardaqacha marsh qilib chiqib ketishadi-yu, hay qilib. Mana bizda ham bor edi bayroq gruppamiz. O'sha plashatkani oldiga keldim. Buni qaraydigan bo'lsanglar, qurollangan anaqalari himoya qilishar ekan bu. Короче, seriyozli joy ekan. Skulpturalarga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, men bitta haykal bittasini uryapti, короче. Bu yoqda odam uryapti, bu yoqda boshqa bittasini chavag'layapti. Menimcha buni ma'nosi sotqinlarga nima desa bo'ladi, shafqat yo'q degan ma'noda bo'lsa kerak. Qasr oldiga chiqqanmiz, atrofni ko'rsanglar bo'ladi. Vid bashi maza. Endi bu yerdan tushib olib so'ylash kerak. Ham tushib qoldi. Hozir aylanishni dalshi davom ettiraman. Bugun iloji boricha ko'proq aylanishga harakat qilishim kerak, chunki o'sha ertaga baribir soat 11 gacha uyda bo'ladigan bo'lsam, soat kech payt 5 da o'sha avtobusim bor. Bu degani uzog'i 11 dan 4 gacha aylanaman degani 5 soat. O'sha 5 soatda uchinchi narsa svet qilmayman. O'shanga bugun iloji boricha ko'proq joyga borib kelishga harakat qilaman. Mana bunga ahamiyat beringlar, haykallarni. Og'zi ochiq turgan qanaqadir vedma. Osmonni qaranglar, quyosh botishining chiroyliligini. Odam aylanib maza qilib to'g'risi. Hamma yoqda sekin chiroyli yoqilgan. Mantlarda ham bu boyga soldatlar turgan joy. Chiroyli anaqa bo'pti, lekin bor. Вечер desa bo'ladi. Tungi shahar. Chiroyli juda ham bor. Buni zaryad o'chyapti, lekin bunaqangi chiroyli videolarni videoga olmaslikning iloji yo'q. Chiroyli takoy. Hamda konsert teatr bor ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Concert against totally bo'ladi. Chiqib bu Krosh topali reklamasini tarqatyapti. Opa, hozir yana tugutga olgani keldim. Короче, desert zakaz qilganman, o'shani olgani ketaman. Yo'lda mana shunaqasidan. Hozir McDonald'sga keldim, nima olishni bilmayman. Menimcha mana bunaqa menyu olaman. 69 kron 3 euro ekan. Короче, normalniy. Xo'sh bo'ldi. Bir 2-3 soat video olmadim. Nima qildim bu orada? McDonald'sga kirib bitta kola bilan bitta burger urdim. Telefonimni zaryad qildim o'tdi, bir soat qolib ketdim o'ynab telefon. Hozir boryapti, guttiga olganman. To'g'risi, Chexiyada qaytib olmayman. Nima desa bo'ladi? Germaniyada oladigan narsalarimga o'rganib qolman shekilli, o'shanga Germaniyaning standartini kutgandim.
Chexiyani standarti qilib paydo bo'ldi deydi. O'shanga hozir kam bo'lsa ham mayli uyga borib gum bo'lataman. Ertalab zavtrikam yesam kerak. Shu bilan matsal hozir yana ozgina aylangani boraman. Bir 11 gacha aylanishim kerak bugun. Qalanchi narsa oldim sizlar. ChatGPT'ni aytganini qilib bitta topmas joylarga keldim. Короче, men bitga bundoq qaraydigan bo'lsanglar, suv o'tgan, короче, dengizmi nima? Ko'p короче deb borsam, xafa bo'lmaysizlar. Biz Toshkentda ko'pincha shunaqa короче o'rganib qo'yamiz. Suvlar hamma yoq. Chexiyada eng mashhur binolardan bittasi raqsga tushayotgan binolar. Tansushi bashni deyiladi, adashmasam. Ko'rinishi shunaqaga o'xshatadi deyishdi, lekin men o'xshatmadim raqsga tushayotganga. Yo, sizlar o'xshatdinglarmi? Spetsialni boshqa tarafga o'tdim, bu может bu yerda o'xshaymi ekan deb. Bilmayman to'g'risi, nimani o'xshatyapti, как будто valsga tushyapti, bu erkak o'ng tarafdagi, chap tarafdagi ayol belini ushlab turibdi. Shunga o'xshatdim, boshqa narsani o'xshatmadim to'g'risi. ChatGPTga ishonib plan qilmanglar. Mana olib kelgan joyini ahvoli. Просто oti teskari osib qo'yishibdi. Bu yog'i kinoteatr ekan, короче. Ketkizgan vaqtimga rozi emasman ChatGPT. Reklamani biri. O'ng tarafdagi odam tanigan bo'lsa kerak. Nimaga burni uzunligini ham bilsanglar kerak. Reklamani Pragaga kelsanglar, unaqa odamlarni ko'rishingiz mumkin. Bunaqa odamlar ekskursiyalar boradi. Bu ekskursiya qanaqa bo'ladi? Короче, oldin Pragada juda ham ko'p koldunlar bo'lgan ekan, sehrgarlar. O'shalar endi oldin yashab qolib ketgan, ular bari o'tib ketgandan keyin uylari qolib ketadi-yu. O'sha uylar bo'yicha sayohat qilinadi, короче. Har xil ko'chalarga olib kirib, bu yerda qanaqa ishlar bo'lgani, qanaqangi shu sehrgarlar bo'lganliklari, nimalar qilishganlarini tutib beradi. Priko'lli narsa. Shu borida magazinga kirib, bugun oxirgi kunim bo'lganiga narsalar olishga kirib chiqdim. Короче, mana bu sumkamni ko'rsatib, mana bu Lidl sumkasini o'zi 30 euro bo'ldi, 35 euro bo'ldi даже. Men shu uyga borganda raspakovka qilib videoga olarman, no bilmadim to'g'risida. Ana video cho'zilib ketadi deb, masalan YouTube'ga qo'yadigan videom. Shuni ko'ramiz endi. Uyga borguncha agar nasrina bo'lib qolsa, ko'rsataman nima olganim. O'zi unaqa zo'r narsa olmaganman, juda ham ko'p sir oldim. Mana pishloq mahsulotlaridan, chunki Germaniyada unaqa narsani topish qiyin. Ish qilib shu bilan sayohatimni yakunlaydigan joy demayman, chunki ertaga baribir aylanishim kerak. Mana bunaqa joylari bor. Qirg'angidir markaziy ko'chalardan bittasi ekan. Endi aylanib turib, istoriyalarga olib videolar qilib, mana binosini ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Bunisini ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Bunisini ham ko'rayotgan bo'lsanglar kerak. Mana bunisini ham ko'ringlar, bunisini ham ko'ringlar. Buni birinchi kelgan kunim istoriyaga qo'ygandim, esingizda bo'lsa. Otlar bilan sayohat qilsa bo'lar ekan. 2 ta ot. 4 ta ot. Eng orqasidan 2 ta ot. Qulog'i soqatmasin deb shapkam kiydirib qo'yishdi, to'g'ri? Gap yo'q. Hozir mana bunaqa soatni ko'rgani keldim. Aytishlari bo'yicha har bir soatda va shu soat mana bunaqangi aylanish boshlar ekan qanaqadir. Noodatiy holda. Hozir kutyapman o'shani. Hozir soat 8:56 4 minutdan keyin boshlanar ekan. Ko'rasam tepasidan. Sayohatim oxirgi kuni. Hozir o'sha gastitsda hamma narsalarni tashlab, sumkalarni ko'tarib, hozir birinchi anaqa ketyapman, o'sha avtobuslarni vokzaliga, чтобы o'tga borib turib, sumkalarimni qo'yib turib, keyin soat 4 gacha aylanaman. Hozir 5 soatni vaqtim bor, shu 5 soat aylanib, keyin bitta McDonald's olaman deb Saboyga avtobusda ketaman shu bilan uyga. Astanovka tarafga qarab yetib keldim. Pastda o'sha avtobus vokzaliga hozir bundan tashqari chiqsam chiroyli qurilgan zdaniylar ekan. Hammasi bir xil tempdachi. Masalan, mana bittasi tantanali, bittasi unaqa emas. Hammasi bir xil qurilganiga mazza qilib tomosha qilamiz endi. Vokzalga keldim. Mana avtobusda ketashkali avtobus ketaman. Mana bunaqa bo'lsa kerak avtobusim. Nima desa bo'ladi? Soat 4:30da kelsam, bu yerga shunda ketaman degan. Sumkalarni tashladim. Ishchisi shunaqangi bir iplos odam ekan, to'g'risi bor. Kelsam biroz gapirmadan, faqat pishillab nafas olgani bo'ldi. Короче, narsalarni qo'ydim, qo'limga chek beryapti, nima qilishim yetmayapti. Polis o'zini cheski tilda gapiryapti, как будто men chexman. Keyin so'rayolmadi, nima qilish kerak, qachon to'layman desam, kelib olib kelganingni to'laysan, deb bo'pti dedim. Короче, odamlar bilan ishlagandan keyin muomala qilishni ham bilish kerak, to'g'risi. Sayohatim davom etyapti. Hozir qanaqangidir kitoblar binosini ko'rgani boraman. Hozir yo'lda chalg'ib ketdim cho'ta. Yo'l bo'yida, короче, Papayes degan joy bor ekan-da, bularni fast food sotar ekan.
o'shtga qiziqib cho'ta 1-2 marta anaqasini ko'rganimdan keyin nima desa bo'ladi, o'tga o'tayotganda hamma joyda bo'lgani uchun kirib ko'rmasam bo'lmaydi, kirib ko'rdim. Narxlar normalniy, ta'mi ham zo'r ekan to'g'risi. KFC'da kutmagan narsani shulardan ko'rdim. Hozir o'sha kitobli binoni ko'rgani keldim. Mana ichkarisida, короче, kitobda narsa qurilganda, o'chirtib qaranglar. Kirmayman bu kechda. Boyaga kitobli joyga kirmadim, o'shaning o'rniga aylana qolamadim. Chunki soat 4 da, ya'ni 2 soatdan keyin o'rsa-ekan avtovokzalga borishim kerak. Sayohatimiz davom etadi. Pragaga kelib turib, praktik shokoladni yeb ko'rmaslikning iloji yo'q. Hozir kirganimda issiq shokolad sotishar ekan. Mashinchasini turishi 3,5 euro, короче. Ko'ramiz. Ta'mi sumalak bilan shokolad ta'mini beryapti to'g'risi. Birinchi marta hozir kanabis shopga kirib ko'raman. Beliz yoki nimadir og'rib qoladigan bo'lsa, surgani marixuanadan krem. Olaymi kimgadir? Reklamani biri bor. Agar sizlar lag'monxona ochmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa reklama ilib qo'yinglar tashqariga. Hozir bozorda aylanib yuraman. Bu kelgandan keyin baribir o'zim bilan olib ketishga suvenir olishim kerak-ku. Suvenirlarning narxini jinni bor. Italiyada, Germaniyada, Ispaniyada hamma yoqda 1 euro turadi magnitlar. Bu yerda kamida 3 eurodan boshlanar ekan. Hozir biramanlar 1 euroga unaqa suvenir topdim. Короче, Pragani tipa territoriyasining ko'rinishi. Ozginani ko'rinishlari normalniy bo'laveradi. Bu yerda yangi yilga tayyorgarlik boshlanmoqda ekan, archa qo'yar ekan bu yerda. Hozir bitta shopping sentrga keldim, nomi Mislbek ekanda. Shu o'zbek bola ochganga o'xshar ekanda, ismi Mislbek, tipa misl ko'rinmagan deydi. O'shani ism qo'shganmi deyman. Sayohatim o'z yakuniga yetdi pashti. Hozir bu ko'chalar bo'yicha oxirgi marta aylanishim. Keyin ozginadan keyin o'sha 1,5 soatlardan keyin sekin vokzal tarafga yurishni boshlayman. Kechqurun cho'tki qilib yonadigan mana binoni kunduzi ko'rsanglar g'alati ko'rinar ekan, bor oddiy binoga o'xshab ko'rinar ekan. Kechqurun qarasanglar multfilmlardagi pichinnidan qilingan uylar bo'ladi-yu, o'sha bo'lib ko'rinadi. Hozir kunduz aylanman. Ozgina vaqtim qoldi, shu bilan uyga ish boshlanadi keyin. Nolamoqchi emasman-ku, lekin 4 euro to'lasanglar-da, 4 euroga mamunda kofe bersak yomon alam qilar ekan bu. Cappuccino zakaz qilsam 350-400 ml kofe bersa kerak desam 150 ml kofe beryapti yo'q. 4 euroga. Ana olyapti deydiganlar bilan 1,5 euroga kofe ichib yurgan odam 4 euro to'lasada, oldi ichgan narsasini yarmini ham olmaydigan bo'lsa, alam qiladi to'g'risi. Shuni bilan. Shu bilan sayohatim o'z nihoyasiga yetyapti. Hozir endi sekin peshkom vokzal tarafga ketaman. O'tda McDonald'sga kirib, yo'lda saboyga olib, короче, atmosferani ham bitta videoga qo'yaman, qanaqa ketishimni. Ikkinchi etaj, avtobus ikkinchi etajdagi birinchi qatorni zang qilib qo'yganman. Shu o'tirib, yeb, mazaq ko'rib ketaman. 4,5 soat avtobusga ketishim kerak. Qilib shunaqa gaplar. Hop McDonald'sga kirib saboyga burgerlar oldim. Shu bilan sayohatim o'z yakuniga yetdi. Mana ko'radigan bo'lsanglar, keldim vokzalga, mana Praga, Florence. Hozir sekin borib turib sumkalarimni olaman, soqqasini to'lash kerak uni ham. Keyin shu bilan avtobusga o'tirib Berlinga домой. Короче, avtobusdan keldi. O'manda men o'tiraman. Короче, menda anaqa vid. Avtobus oldim, ikkinchi etaj ko'rsanglar bo'ladi. Men menda plansheti bor ekan, bemalol narsa ko'rib ketsa bo'ladi. O'ng tarafini ham ekran qo'yib qo'yilgan ekan, чтобы kartadan qayerga ketayotganimni ko'rsam bo'ladi. Do'stlar, shunaqa qilib bu videoyim o'z yakuniga yetdi. Hozir Germaniyaga yetib keldim. O'zim uyga ketish ostanovkada turaman. Bir 10 minutdagi poyezdim keladi, shu bilan uyga ketib kirishim kerak. Kirga termin olib qo'ygan, shularni yuvaman. Umid qilamanki, sizlarga videoyim yoqdi. Yoqqan bo'lsa, hammalardan like, подписка kutib qolaman. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Tipa Praga nima bo'ladi? O'shanga того стоитmi deydi-yu, borishga arzirmikan, yo'qmi? Shu narsani ham yozib qo'yinglar. Yoqdimi sizlarga, yo'qmi? Fikringizni kutib qolaman. Hammalarga rahmat.